O'zini o'zi band qilgan fuqarolarga 100 million so'm miqdorigacha 7 yil muddatga imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Bunga asos Prezidentimizning 2025-yil 14-fevraldagi qabul qilingan 62-sonli qarori. Qarorga asosan yoshlar bandligini ta'minlash, yoshlar biznes rejasini qo'llab-quvvatlash maqsadida yoshlar biznes dasturi ishlab chiqildi. Dasturga ko'ra 18 yoshga to'lgan 30 yoshdan oshmagan yoshlarga biznes rejalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat tomonidan 7 yil muddatga imtiyozli kreditlar ajratiladi. Ushbu kreditlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga, ya'ni ishlab chiqarishni tashkil etgan yoshlarga chorvachilik, parrandachilik, hunarmandchilik, o'yin-kuylik, qishloq xo'jaligi sohasidagi barcha sohalarni qamrab olgan, mana shunday biznes loyihani amalga oshirmoqchi bo'lgan yoshlarga davlat tomonidan imtiyozli davri bilan imtiyozli 100 million so'm miqdorigacha kreditlar ajratiladi. Bu borada qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga a'zo bo'ling. U yerda savol yo'llash imkoniyatingiz